Shu mashinani olganimga 3 yil bo'lyapti. Menga juda ham qadrli bo'lib qolgan. O'zbekistonda GM mashinalarning ichida eng yumshog'i deb tan olingan mashina. Juda ham qadrli, yaxshi ko'rib qoladigan narsangiz bo'ladi-yu. Sizlarni qo'llab-quvvatlab turishlaring bilan 70 mingta bo'ldik. Allohga behisob shukr. Sizlarga kattadan katta rahmat. Shu ko'rib turgan mashinani qadrli bitta insonimga sovg'a qilib bermoqchiman. Obunachilarimga beraman demadim bu safar. Chunki obunachilarga 50% chegirma qildik, Dugoba Kottejdan sovg'alar berdik. Har doim sovg'alar berib kelyapmiz qo'ldan kelgancha obunachilarimizga. Ushbu mashinani sir bo'lib tursin, qadrli insonimizga topshiramiz. Eng katta orzularimdan yana bittasi amalga oshyapti. Allohimga behisob shukr. Yoshligimda orzu qilardim. Shunaqa katta insonlarni, boylarni ko'rardim, xodimlariga yo bir yaqin insonlariga sovg'alar bersa, havas qilardim. Bu sovg'ani haqiqiy egasiga topshiraman hozir. Bu inson bizda yelkama-yelka gilam yuvish ochilgan kundan beri biz bilan birga ishlab kelyapti. Bu gapni endi hali ko'pchilik egasiga berdingmi, bermadingmi deb ko'pchilik so'raydi. Haqiqiy egasiga beryapman. Ijarada turadi. Agar sizlar bizni qo'llab-quvvatlab tursalaring, men shu komandamni oldida va'da beraman, shu insonga uy ham sovg'a qilamiz. Nima deysiz? Avazbek aka. Allah razı olsun. Joyingiz sog' bo'lsin. Avazbek aka, buyurib nasib qilsin. Yaxshi kunlaringizga mening. Xudo xolasa bu boshlanishi. Men va'da beraman. Shu narsani an'ana qilamiz, xudo xolasa. 500 mingta bo'lsak, har yili bittadan xodimimga bittadan mashina sovg'a qilamiz. Yilda oxirida batta 20 ga yaqin xodim ochilgan kunimizdan beri biz bilan birga ishlaydi-da. Bitta men taqdirliman. Shunday qolmaydi. Xudo xolasa o'zlaring ko'zlaring bilan ko'rasizlar. Obunachilarimizga ham kattadan katta rahmat. Sizlar bo'lmasalaring, shu komandam bo'lmasa, men hech kim emasman. Boringlarga shukr. O'tiring aka.